Rossiyada patent admin bo'lishi mumkinmi? Videoni oxirigacha ko'ringlar, gap nimada ketayotganligini tushunib olasizlar. Rossiya prezidentiga kecha Senatda shunaqa taklif bo'ldiki, migrantlar uchun patentni yo'q qilish masalasi bo'yicha. Xo'p, bu muhojirlar uchun juda yaxshi yangilik. Lekin sizlar nima deb o'ylaysizlar? Men o'zim fikrimni aytaman. Ya'ni patent admin bo'lsa, shuncha kelib turgan daromad bittada havoga uchadi. Lekin patent admin bo'lishi qiyin yoki admin bo'lgan taqdirda ham qanaqadir qonunlar paydo bo'lishi mumkin. Rossiyada o'zi juda ko'p qonunlar yaqinda paydo bo'lib ketdi, ko'payib. Birinchidan Amino chiqdi, hamma dokument yo'qlar o'rnatishga majbur bo'ldi, o'rnatolmaganlar ketdi O'zbekistonga. Shunga nima deb o'ylaysizlar? Bu patent yo'q bo'lishi mumkinmi yoki hali hamon davom etadimi bu? Fikrlarni uzoqlarda kutaman.